AQShning Oklahoma shtatilik fermer o'zining 2,5 metrlik shoxga ega bo'lgan buqasini 165 ming AQSh dollariga sotdi. Shunday insonlar borki, ular o'z istaklarini amalga oshirishda 100 minglab dollarlarni ayamasdan sarflab yuborishadi. Kovboy Tuf Chex deb nomlangan buqa Oklahoma shtati Overbrook shahrilik Bob Loomisga tegishli bo'lib, u Texas shtatilik Richard va Jan Phillipslarga naqd 165 ming AQSh dollariga sotilgan. Bu buqa o'zining uzun shoxi va chiroyli ko'rinishi bilan boshqa buqalardan farq qiladi. Qiziq, buqaning uzun shoxi yoki chiroyli ko'rinishi qiziq emas. Uning sotilgan narxi qiziq. Bu narxga O'zbekistonda tirik vazni 400 kilogramdan kam bo'lmagan 100-150 bosh buqa sotib olsa bo'lardi.